Hayotingizni 180 darajaga o'zgarishiga yoki juda katta ilmni olishingizga sababchi bo'lgan ustozingiz kim? Nodirbek To'rayev ustozim. Nimadan dars berganlar? Huquq fanidan. Huquq fanidan dars berganlar. Aynan ularni 3 ta zo'r sifatlarini sanab bering. Kreativlik, Kreativlik, qattiqqo'llik bo'lishi mumkin. qattiqqo'llik va ba'zi paytlar do'stona munosabat. do'stona munosabat. Ingliz tili o'qituvchim bo'ladilar. Birinchi ingliz tilini o'rganishga juda qiynalganman. U kishi noldan meni ko'tarishim uchun yordam bergandi. Ismlarini aytib keting. Ismlari Ruxsora Umarovna. 3 ta ularni eng zo'r sifatlarini saning. Birinchisi. Birinchi ochiq ko'ngillar, qattiq qo'l emaslar, Zo'r. juda bilimlilar lekin. Sanayman buni esa. Nimadan dars berganlar? Biologiya. Biologiyani va ularni 3 ta zo'r sifatlarini sanab bering. Mehribon edi. Mehribon, To'g'ri yo'lda, lekin zo'r ko'rsatgan. zo'r. Qattiq qo'l edi. Huquqni muhofaza qilish organlarini tashkil etish degan fan bor. Unda bizga leksiyaga ma'ruzachi domlamiz Kamol Mardonov kiradi. Shu domla kasbiy yo'nalishiga men juda ham Xosiz kelgan, namuna bo'ladigan darajadalar. shu ustozga shogird ishni xohlayman. Xohlaysiz. Ulardagi 3 ta eng zo'r sifatlari nimadan iborat? O'zlarini kasbini yetarli darajada cho'qqisiga olib chiqib amalga oshiradi. Zo'r. Qat'iyatli ustoz va har qanaqa vaziyatda talabalarga yordam beradi. Yordam berishga tayyorlar. Tayyor ustoz.